Bir sotuv yer narxi 25 ming dollardan bo'lib turgan mahalladan tayyor uylari bilan 20 ming dollardan sotiga bo'layotgan uyimizni bugun sizlarga obzorini qilib beramiz. Sergeli tumani Qumariq mahallasiga yetib kelganmiz. Mana shu oldimizda turgan 808 sotuvli hovli yer hisobida sotuvga qo'yilgan. Ko'chalarni qaranglar, yangi asfaltdan chiqarilgan. Ko'chalarning kengligini qaranglar. Sotilayotgan uyimizning oldi razmeri 22 metr, uzunligi 40 metrni tashkil etadi. Tayyor yashab turadigan uylari ham bor. Kirib ko'ramiz. Xohlasanglar buzib tashlab boshqa qursanglar bo'ladi. Xohlasanglar mana shu tayyor uylarni remont qilib yashashga ham sharoitlari bor. Kirib ichkaridan ko'ramiz. Hovliga kirib kelganimizda binolarimiz ikkita tarafga qurilgan bo'ladi. Bu tarafda mana 2 xonali binomiz tushgan bu tarafda kirib xonalarni ko'ramiz. Chap qo'limizda bitta katta mana xona, bu tarafda o'tirishga. Bu yerdan bitta yotoqxonaga kirsak bo'ladi. Uylari eski, lekin remont qilib yashasa ham bo'ladi. Oldingi eski uylar juda ham qanaqadir o'zgarishi fayzi bor. Ota-ona hovlida yashab o'tishgan uylar hozirda hech kim yashamayotgani uchun sotuvga qo'yilgan. Bu tarafda ko'ryapsizlar, katta огородlari bor, mevali daraxtlar ekilgan. Tek to'rtburchak hovli bir sotuviga 20 ming dollardan so'rab turishibdi. Bu tarafda ham yashab turadigan ikkita xonalari bor. Koridor bo'ladi. Bu tarafda o'ng qo'lga kiradigan bo'lsa, bu tarafda ham mana katta mana ayvon dishgan oldingi paytlarda bu yerda o'tirsanglar bo'ladi. Bu yerdan birinchi yotoqxonamizga kiramiz. Chap tarafga qaraydigan bo'lsak, bu tarafda yana bitta yotoqxonasi bor. Lekin xonalarning razmeri keng katta bo'lgan ekan. Bu tarafdan to'g'ri kirganimizda mana shunday uzun bitta xona, mehmonxona qilib olsanglar bo'ladi. Lekin buzib tashlab yashasanglar ham, mana shu uy o'zida yashab tursanglar ham bo'ladi. Xonadonga egalari bir sotuv 20 ming dollardan so'rab turishibdi. Agar 808 sotuv ola olmayman, 2,5-3 sotuv olaman deganlar bo'lsa, ularga ham yaxshi variant berishyapti. Shu bu tarafidan 2,5-3 sotuv bo'lib beramiz deyapti. Xohlasanglar 2,5-3 sotuv mana shu uy tarafidan olsanglar ham bo'ladi. Agar 2,5 sotuv oladigan bo'lsanglar 21.500 dollardan so'ralyapti 2 sotuviga. Agar seli o'fsha oladigan bo'lsanglar 20 ming dollardan sotiga so'ralyapti. Xonadonga sizlarga yoqqan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqinglar. Lokatsiya beramiz, kelib o'zinglar egalar bilan savdolashib olsanglar bo'ladi.